Ahmadjon, sen aytyapsanki, hamma hadis Qur'onga 100% tushadi deyapsan. Sal aqlingni ishlatib, sal o'ylanib turib gapirgan gaping. Hamma sahih hadis agar Qur'onga tushadigan bo'lsa, payg'ambarni bit bosib yurganligi ham Qur'onga tushadimi? Yoki payg'ambarni Oysha onamizni ko'kragiga urganligi, hattoki og'riq his qildim degan hadis bor. Sahih hadis. Shu Qur'onda qaysi oyatiga tushadi? Yoki payg'ambarni qaysi odob axloqiga to'g'ri keladi? O'zini ayolini ko'kragiga mush bilan urishlik, og'riq his qiladigan darajada. Mana shu senlarda hadislaringda turibdi shu narsa. Sahih hadisda turibdi. Shu hadis qanaqasiga Qur'onga 100% tushishi mumkin? Qur'onda Alloh taolo payg'ambarni olamlarga rahmat qilib yubordik deydi. Lekin sen aytayotgan sahih hadislarda payg'ambar bit bosib yuradi, nomahram ayolni uyda qolib ketadi, uxlaydi, u ayol uni boshidan bit teradi degan hadislar bor. Yoki o'zi aytib turib o'zi amal qilmaydi, qiblaga qarab hojat chiqarmanglar deb o'zi hojat chiqaradi degan hadislar bor. Buni qaysi biri Qur'onga tushadi? Og'zingga kelgan gapni sen ham valdirab gapiravermagin. Ilmsiz holingda gapirmagin. Rahmatulloh. Nima qilasan? O'zing ham amal qila olmaydigan, o'zingni ham qo'lingdan kelmaydigan ishni mendan talab qil. 100% olaman hadisda deyishing kerak deyapsan. Sahih hadisga 100% ergashaman. Sahih hadisni 100% olaman deyish kerak deyapsan. Quruq olaman deb qo'yganing bilan amal qila olmasang nima keragi bor uni olaman deyishning? Mana o'zingni gaping bo'yicha o'zing kofir bo'lding. Hadisni sahih hadisni olmayman, unga amal qilmayman degan odam kofir bo'ladi. Dalil deding, lekin dalil keltirmading birorta ham. Endi qarab tur. Senlar meni takfir qilib, kofirga chiqarib, hajr qilishding. Kofir deb e'lon qilishding butun jamoatga, butun o'zbek mahallaga kofir deshding. Endi qarab tur. Kofir bo'lgan odamni senlarda e'tiqoding bo'yicha, senlarda uydirma shariating bo'yicha, senlarda ana sahih hadislaring bo'yicha o'ldirilish kerak edi. Nimaga o'ldirishmading kofirni? Kofirga chiqarishding-ku meni, nimaga o'ldirishmading? Demak, o'zlaring ham amal qilmading. Demak, o'zing ham hadisga amal qila olmaysan. Sahih hadis bor. Muhammad alayhisalomning nomidan uydirilgan sahih hadis bor. Buxoriyda turibdi. Kofirni o'ldirishlik bo'yicha hadis turibdi. Sahih hadis. Nimaga shunga amal qilib meni o'ldirmading? O'ldira olmaysan. Chunki o'zing ham amal qila olmaysan. Chunki unga yaramaysan. Ilming ham yo'q, amal ham qila olmaysan, lekin boshqalardan talab qilasan. Endi nima bo'ldi? Mana o'zingni davoing bo'yicha o'zing kofir bo'lding. O'zing amal qilmaganing uchun sahih hadisga o'zing kofirsan endi. Allohning la'nati bo'lsin senga.